shafoatni berdi menga. Ummatimga shafaat qilish iznini berdi. Mening shafaatim Allohga hech bir narsani shirk keltirmagan har bir kishiga yetgay dedilar. Ya'ni Rasul akram alayhissalatu vassalam bir kecha kechasi bilan yig'lab duo qilgan ekanlar. Allohdan ummatga shafaat qilish ruxsatini so'ragan ekanlar va u zotga bunga izn berilgan ekan. Inshaalloh shafaat qiyomatda bo'ladi. Dunyoda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafaati bo'lishi mumkinmi desa, bo'lishi mumkin. Chunki Rasul akram alayhissalatu vassalamga bo'lgan aytgan salovatingiz sharofatidan sizga bir fazilat kelsa, Rasulullohning shafaatlari go'yo. Rasul akram alayhissalom aytdilarki, menga salovat aytsa, unga Alloh 10 ta salovat yuboradi, 10 ta rahmatini yuboradi, 10 ta gunohini kechiradi va 10 daraja uning darajatini ko'taradi deganlar. Mana shu demak salovatning fazilati. Nima orqali bu fazilat? Rasululloh akram alayhissalatu vassalom sharofatlaridan bo'lyapti. Jubayr ibn Nufayrdan rivoyat qilinadi. Men haj qildim deydilar. Hajdan keyin Oysha roziyallohu anhoning huzuriga kirdim. Oysha menga: "Ey Jubayr, sen Moida surasini o'qib turasanmi?" deb so'radi mendan. Men ha dedim. Shunda u Oysha roziyallohu anha shunday dedi: "Bu sura oxirgi nozil bo'lgan suradir. Ya'ni halol harom masalasida oxirgi nozil bo'lgan sura shu. Unda nimani halol ekanini topsang, o'shani halol deb bilaver. Nimani harom deb topsang, uni harom deb bilaver" dedilar. Ya'ni undan keyin nasx bo'lmagan. Misol uchun biz o'rganamiz, Moida surasida aroqning harom ekani, ya'ni xamirning va qimorning harom ekani aynan Moida surasida kelgan. An-Niso surasida esa mast holatda namozga yo'liqmanglar, namozga kirishmanglar deyilgan, lekin xamirning haromligi haqida gap yo'q. Al-Baqara surasida xamir va qimor haqida gap ketadi, lekin unda ularning zarari ko'pligi aytiladi, lekin haromligi bayon qilinmaydi. Demak, u oyatlar mansux bo'lgan, ya'ni u oyatlar hukm olinuvchi oyat hisoblanmaydi, balki irshod olinadi. Hukm qaysi oyatda olinadi bu mavzuda? Qimor va xamir mavzusida deyilsa, bu mavzuda hukm aynan Moida surasida olinadi. Demak, Moida surasidagi oyatlar halol harom masalasida oxirgi hal qiluvchi oyatlar hisoblanadi degan ekanlar Oysha roziyallohu anha. Bu hadisni Nasoiy va Hokimlar rivoyat qilgan. Bu surada yana bir ajoyib oyat bor. U ham bo'lsa Imom Buxoriyning hadis to'plamlarida kelgan bir yahudiyning so'zida o'z ifodasini topgan. Tariq ibn Shihobdan rivoyat qilinadi. Yahudiylardan bir kishi Umar roziyallohu anhuga: "Ey mo'minlar amiri, sizlarga bir oyat nozil bo'lgan. Agar o'sha oyat bizga nozil bo'lganida, biz o'sha kunni bayram, Eid, hayit qilib olardik" dedi. Shunda Umar roziyallohu anhu u qaysi oyat deganda Yahudiy aytdiki: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Mana shu oyat. Bugun sizlarga diningizni tugal komil qilib berdim va ne'matimni tugal qildim va sizlarga islomni din o'laroq rozi bo'ldim. Oyat. Yahudiy aytayaptiki: "Ey mo'minlar amiri, mana shu oyat agar bizga nozil bo'lganda, biz shu oyat nozil bo'lgan kunni o'zini bayram qilardik alohida." Bu oyatning nimasi, mazmuni shunaqa buyukki, agar bizga nozil bo'lsa, biz uni o'sha nozil bo'lgan kunini hayit qilardik. Umar roziyallohu anhu aytdilarki: "Men bu oyat nozil bo'lgan kunni ham bilaman, joyni ham bilaman, vaqtni ham bilaman. Bu oyat Arafa kuni nozil bo'lgan. O'shanda juma kuni edi. Arafatda nozil bo'lgan" dedilar Hazrat Umar roziyallohu anhu. Biz surani o'rganish mobaynida mana shu oyatlarning qisqacha tafsiriga ham to'xtalib o'tamiz.
Suraning xususiyatlari. Suraning xususiyatlaridan biri surada asosan shar'iy ahkomlar kelgan. Qissalar juda kam, deyarli yo'q. Shu bilan birga bu surada halol harom masalasi, so'yish masalalari, keyin nikoh masalalari, tahorat masalasi, g'usl masalasi, hukmda adolatli bo'lish, o'g'rining hukmi, qasamning kafforati, ihromda ov qilishning hukmi, uning kafforati, keyin qimor va xamir haromligi, vasiyat haqidagi oyatlar mana shu surada o'z aksini topgan. Suraning yana bitta xususiyati mazkur oyat. Bu oyat, ya'ni Qur'oni Karimdagi eng ko'zga ko'ringan oyatlardan. Islom tugal qilib berildi, din komil bo'ldi degan oyat aynan shu surada kelgani ham bu suraga fazilat hisoblanadi. Islom ahkomlarini ulamolar 5 ta maqsadga qaratilgan deydilar. Ya'ni islom shariatining ahkomlari 5 narsaning himoyasini ko'zda tutgan. Islom shariati shunchaki urf-odat emas. Bir juma kuni borib qo'yib, bir ozgina diniy g'arizasini qondirib qo'yib, shu bilan ketdi. Dinni masjidga qo'yib, ko'chada o'zi bilgancha yashaydigan din emas u. Islom ahkomlari shunchaki faqat namoz, ro'zaga o'xshash ibodatlardangina iborat ham emas. Balki islom ahkomlari inson hayoti uchun eng muhim ahkomlarni bayon qilgan va insonning bu dunyo hayotini himoyasiga o'z e'tiborini qaratgan. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, biz shariat ahkomlarini o'rgansak, hamma ahkomlarda quyidagi 5 narsaning hammasi yoki biri yo bir nechtasini himoyasi maqsad qilinganini ko'ramiz deydilar. Birinchisi jon himoyasi. Islom ahkomlarida insonning joni himoyaga olingan. Nohaq odam o'ldirish mumkin emas. Birovni nohaq o'ldirsa, undan qasos olinadi. Bu ham jonning himoyasi. Birovga talofat yetkazish mumkin emas jismonan. Hatto inson o'ziga o'zi talofat yetkazishi mumkin emas. Masalan, o'zi qasddan qo'lini kesishi mumkin emas. Harom. Jonning himoyasi. Ikkinchisi dinning himoyasi. Ya'ni islom insonning dinini himoya qiladi. Allohdan o'zgaga ibodat qilishdan insonni saqlaydi. Islom ahkomlarini o'rganing, Allohdan boshqaga ibodat qilish yo'q. Allohdan boshqa ilohlashtirilmaydi hech kim, hatto payg'ambar ham. Shuning uchun shirk eng katta gunoh deb qaraladi. Lekin ko'p boshqa dinlarda bu narsa yo'q. Tavhid dini bormi? Nisbatan yahudiylikda bor. Lekin boshqa dinlarda Allohdan boshqaga sig'inish u e'tiqodning eng asosiy qismiga aylanib ketgan. Islomda e'tiqod himoyasi yana boshqa din vakillariga bag'rikenglikda ham ko'rinadi. Islomda dinga majburlash yo'q. Buni ham inson, ya'ni dinning himoyasini, e'tiqod himoyasini ham islom ta'minlaydi. Uchinchisi insonning aqlining himoyasi. Shariatda aqlga zid bo'lgan, aqlni ishdan chiqaradigan, aqlga zarar keltiradigan hamma narsa harom. Mast qiluvchi ichimlik shuning uchun harom, chunki u vaqtincha aqlni cheklab qo'yadi. Undan keyin insonning nasl va sha'ni, insonning naslini himoyasiga qaratilgan islom ahkomlari. Shuning uchun nikohsiz oila, nikohsiz nasl qoldirish taqiqlangan. Chunki nasl pok saqlanishi kerak. Nasl pokligi uchun o'tgan surada biz o'rgandik, ma'lum toifa ayollar nikohi harom qilingan. Nega? Nasl salomatligi, sofligi uchun. Beshinchisi insonning molining himoyasi. Shuning uchun nohaq birovning molini o'zlashtirish, pora bo'ladimi?
ribo bo'ladimi, o'g'irlik bo'ladimi, tortib olish, g'asb bo'ladimi, talon-torojlik hammasi harom qilingan. Nega desa, chunki islom insonning molini ham himoya qilishni o'z zimmasiga olgan. Ushbu surada deydi ulamolar, mana shu Moida surasida o'rgansak, beshala maqsadning himoyasiga qaratilgan ekan oyatlar hammasi. Ya'ni beshala maqsad, beshala jon, din, aql, nasl, sha'an deganda insonning obro' e'tibori nazarda tutiladi. Bu ham nohaqdan birovni sha'nini to'kish harom, qoni bilan teng harom. Va mol. Mana shu narsalarning himoyasi mana shu surada beshalasi ham aks etgan. Boshqa suralarda qaysi birlaridir aks etsa ham, qaysi birlaridir aks etmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu surada mazkur 5 narsaning himoyasi, shariat maqsadlari to'la to'kis aks etgan deydi mufassir ulamolarimiz. Sura iymon keltirganlar degan xitob bilan boshlangan bo'lsa, shu so'z iymon keltirganlar degan xitob surada 16 marta takrorlangan. O'zi iymon keltirganlar degan jumla Qur'onda 60 marta kelgan ekan. Eng ko'pi mana shu surada kelgan. Moida surasida kelgan. Surada yana ey rasul degan xitob 2 marta keladi. Ey ahli kitoblar degan xitob 5 marotaba keladi ekan. Suradan olinadigan foydalar. Endi suraning qisqacha mazmuni bilan tanishib chiqamiz. Suraning mavzulari bilan tanishib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sura aqd bitimlarga vafo qilishga buyruq bilan boshlanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ey iymon keltirganlar, sizlar bitimlarga vafo qiling. Bitimlar avvalo Allohga bergan va'dalarga vafo qiling. Iymon orqali zimmangizga olgan vazifalarga vafo qiling. O'zaro bir-birlaringiz bilan o'rtada bo'lgan va'dalarga vafo qiling. Eng katta dolzarb masala hozir. Aytadi, qaytadi. Maqolam chiqarib qo'yishgan, yigit kishi aytadi ham, qaytadi ham. Hech ham uni qolmaydi. Yigit kishi aytadi, qaytmaydi bo'lish kerak asli. Demak, ahdlarga vafo qilish. Ulamolarimiz aytadilar, mana shu oyatga nikoh ham kiradi. Nikoh ham aqd deyiladi. Ya'ni nikoh egalari, xotin nikohda zimmalariga tushgan vazifaga vafo qilish kerak. O'z vazifasini bajarish kerak, majburiyatini bajarish kerak, vafo qilish kerak. Ayol o'z majburiyatini bajarish kerak, o'z ishini qilish kerak, haddini bilish kerak, vafo qilish kerak. Oyat karimada, sura karimada ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام. Birovlarni yomon ko'rishingiz ularni masjiddan to'sishga olib kelmasin. Ya'ni shaxsiy adovatni ibodatga aralashtirmang. Shunaqa holat bor. Birovdan g'ash kelib qolgan, bir ikki joyda yaxshi hurmat qilmagan bo'lsa, masalan, bo'ldi. Shunga endi shaxsiy adovat qiladi-da, Allohning yo'lidan uni qaytaradi. Bir yaxshi ishdan qaytaradi, ommaviy huquqdan qaytaradi. Bu narsalar adolatsizlik. Va ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yaxshilik va taqvoda bir-biringizlarga ko'maklashinglar. Musulmon ummatining shiori mana shunaqa bo'lishi kerak. Yaxshi ishmi? Ko'maklashing. Yaxshi ish, ma'ruf ish, taqvoga doir, dinga doir, ilmga doir ish ko'maklashing. Va la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lekin gunoh va dushmanchilikda bir-biringizga yordam bermang. Bir-biringizga ko'mak bermang. Ko'mak moddiy bo'lishi mumkin, ma'naviy bo'lishi mumkin, so'z bilan bo'lishi mumkin, fe'l bilan bo'lishi mumkin. Qarang, sizga shunaqa qilibdimi? Undoq qilib tashlang. Bundoq qilib tashlang. Dushmanlikka yordam beryapsiz. Gunohga yordam beryapsiz.
odamlar gunoh qilishiga imkoniyatni kengaytiryapsiz, gunohga yordam beryapsiz. Tepa-teng sherik bo'lasiz. Mu'min musulmon inson gunohni ko'rgan joyda imkon qadar qaytaradi, uni yo'qotadi. Lo aqal qalbi bilan unga ters bo'ladi. Iymonning eng zaifi mana shu bo'ladi. Agar qalbda ham Alloh harom qilgan narsaga norozilik qolmasa, unda deganlar qalbda zarracha ham iymon qolmabdi deganlar. Hadisda kelgan. Va ma wara'a zalika habbatu khardalin min al-iman. Agar qalbda ham munkarga nisbatan norozilik qolmasa, uning oyog'ida xardalning urug'icha ham iymon qolmabdi. Demak, mana bu narsani biz nihoyatda yaxshi bilishimiz kerak. Dunyoning narigi burchagida bir gunoh ish bo'lyapti, yomon ish bo'lyapti. Qalbingiz norozi bo'lsin shunga. Shuning uchun hozirgi kunda fahsh, buzuqlik mana internetda tarqagan. Mana bu narsani tarqatish, uni qo'llab-quvvatlash, unga berilish bu iymonga nihoyatda xatar bu. Chunki bu Alloh harom qilgan narsa. Bundan saqlanish kerak, bundan ehtiyot bo'lish kerak. Oyatning davomida aytadiki, Alloh vattaqulloha innalloha shadidul iqob. Allohdan qo'rqinglar, Allohning azobi qattiq. Allohning rahmati ham keng. Marhamati ham cheksiz, azobi ham o'ta qattiq. Undan keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo o'limtik, qon, to'ng'iz go'shti, Allohdan o'zganing nomi bilan so'yilgan hayvonlar, shuningdek kaltaylab o'ldirilgan hayvonlar, qon chiqmasdan o'lib qolgan hayvonlar, suzishib o'lib qolgan hayvonlar va butlarga, sanamlarga atab so'yilgan hayvonlar harom ekanini bayon qiladi. Mana shu joyda bitta narsani biz bilib eslab o'tishimiz kerak. Butlarga, sanamlarga atab jonliq so'yish harom bo'lgani kabi, Allohdan o'zgani ulug'lab jonliq so'yish ham mumkin emas. Falonchining sharafiga deb. Jumladan maqbaralarda o'sha aynan maqbaraning egasining nomi bilan jonliq so'yish ham durust emas. Ihsonni qayerda bo'lsa qilsangiz bo'laveradi, qilavering. Savobini falonchiga bag'ishlamoqchimisiz, bag'ishlayvering. Lekin uning oyog'i ostida, uning dargohida so'yishga borish bu durust emas. Mana bu narsani bilib qo'yishimiz kerak. Biz shariatning ahkomlarini boricha o'rganib, boricha amal qilishimiz kerak. Nega desa, bu yerda Allohdan o'zganing nomi bilan so'yilgan hayvon nega harom? Bu zajran harom. O'sha jonliqqa jonni kim bergan edi? Alloh berganmidi? Bo'ldi. Allohdan boshqa aralashmasin. Uning jonini chiqarayotgan paytda bismillah Allohu akbar deysizmi? Bo'ldi. Bismillah Allohu akbar dedingizmi? Bu faqat tilda bismillah Allohu akbar bo'lib, hayol boshqa joyda bo'lmasin. Qalbim Allohning nomi bilan faqat Alloh uchun bo'lsin. Shuning uchun basmala bilan so'yilgan bo'lishi kerak, jonliq halol bo'lishi uchun. Yana masalan hozirgi kunda tovuqlarni so'yish bor. Tovuqlarni apparatda so'yib tashlaydi. Bismillah deb bitta endi basmala bilan so'yib, basmala bilan knopkani ezadigani ham bor. Bitta knopkani bismillah deb ezadi, ketdi, 1000 ta tovuqni so'yib tashlaydi apparat. Bu ixtilofli masala. Ko'pchilik ulamolar, jumladan Muhammad Taqiy Usmoniy va ustoz Shayx Hazratlar rahmatullohi alayh buni durust emas derdilar. Balki har bitta jonliqqa bittadan bismillah aytib so'yish kerak. Endi esdan chiqarib qo'ysa ma'zur. Masalan, qassob yangi bo'lishi mumkin, yanglishib qolishi mumkin. Nima bilandir band bo'lib so'yvordi bismillahni aytmasdan. Odatda aytar edi, zarari yo'q. Modomiki boshqa narsani nomini aytmagan bo'lsa, bu sanamning nomini aytmagan bo'lsa halol. O'zi musulmon-ku, so'yuvchi o'zi musulmon bo'lsa agar. Lekin qasddan tark etsa, u bismillah so'yilgan hayvon bo'lib qoladi.
Shuning uchun tovuqlarni mana shu mutasaddilar bilib olish kerak, shu ish bilan shug'ullanayotganlar bilib olish kerak. Imkon qadar emas, albatta shundoq qilish kerak. Har bitta tovuqni bismillah deb qo'l bilan so'yish kerak. Apparat bilan so'ysa ham, qaychi bilan so'ysa ham. Har bittasiga bittadan basmala aytish kerak. Bitta basmala bilan 1000 ta 2000 ta tovuqni so'yib olishni bizning ulamolarimiz durust emas deganlar. Chunki ularning har bittasining joni alohida. Har bittasiga bittadan Allohning nomi aytilishi kerak. Mana bu nozik masala. Ikkinchisi qassoblar ham har xil ekan. 3-4 yil oldin bir qassob aytayapti. Biz Toshkentlik bir qassobimiz aytayapti. Kushxonaga boruvdim deydi. Bir yosh yigit yangi qassob kelgan ekan deydi. Qarasam 5-6 ta qo'y so'yib yubordi deydi, basmala aytmayapti deydi. Mol so'yib yubordi, 2-3 ta mol so'ydi. Bismillah yo'q. Bismillah aytmaysanmi desam, bir 17-20 yashar chamasidagi yigit deydi. Bismillah aytsam vahobiy bo'lib qolmaymanmi deyapti deydi. Ya'ni shunaqa xudo bexabar ekan. Shuning uchun biz bu narsani yetkazishimiz kerak. Albatta basmala bilan so'yilish kerak. Basmalasiz so'yilsa, qasddan bo'lmasa halol. Lekin qasddan basmalani aytmasa, go'sht harom bo'lib qoladi. Ikkinchisi, so'yilayotgan narsa, so'yilayotgan jonivorning qoni otilib chiqishi kerak. Urib o'ldirilgan, tok bilan o'ldirilganlar halol bo'lmaydi. Hozir masalan, tovuqni tok bilan o'ldirsa, hayvonni tok bilan o'ldirsa, islom shariatiga ko'ra u go'sht halol bo'lmaydi, harom bo'ladi. Ushbu oyatlarda mana shunga o'xshash hukmlar kelgan. Endi tafsirlarda yana ham tafsilotlar keladi. Biz o'zimizga tegishli qisqacha ba'zi ma'nolarni o'rganib o'tdik. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa mana shular. Keyin mana bu qazilarni tayyorlashda ham qazini ichagi bo'ladi. Mana shuni ham imkon qadar shu o'zimizdagi yoki basmala bilan so'yilgan otlardan bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Endi buni masalasi ixtilofli, lekin bunga ham e'tibor berib qo'yishlarini mana shu bilan shug'ullanayotgan kishilarga yetkazib qo'yamiz. Ushbu oyatni aynan davomida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam dinan." Mana bugun sizlarga dininglarni komil qilib berdim. Ne'matimni sizlarga tugal qildim va sizlarga islomni din o'laroq rozi bo'ldim, deydi Alloh subhanahu va taolo. Ushbu oyatni tafsirida qarang. Sizlarga dininglarni mukammal qilib berdim. Tushunarli. Islom mukammal bo'pti, hamma hukmlar bayon qilinibdi, to'g'ri. Ne'matimni tugal qildim nima degani? Ne'mat nima bu yerda? Islom dinini mukammal qildim deyapti. Endi ne'matni tugal qildim deyapti. Ya, payg'ambarimiz emas. Ne'mat bu joyda vahiy. Bashariyatga shu vaqtgacha nozil qilib kelgan edim, vahiyni yuborib turgan edim. Endi vahiy tugayapti. Vahiy to'ldi endi. Sizlarga vahiyni tugatdim, bo'ldi. Endi sizlarga vahiy kelmaydi. Ey bashariyat, shu boriga amal qilasizlar. Ne'mat vahiy. Rasul akram alayhisolatu vassalomning sahobalari mana shu oyat nozil bo'lganda yig'lashgan. Nega yig'layapsizlar deganda Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu aytganlar. Komil bo'ldimi, endi cho'qqidan keyin pastlash bor deganlar. Ba'zi sahobalar aytganlarki, endi Alloh ne'matni tugal qildim deyapti, demak vahiy tugar ekan. Endi osmon bilan yer o'rtasi uzilar ekan deb yig'lashgan. Osmon bilan yer o'rtasidagi aloqa endi uzilar ekan deb yig'lashgan. Chunki ular har kuni ora kunda osmondan kelayotgan xabar bilan birga yashab turishgan edi. Endi bu to'xtar ekanda endi. Ana shundan ular qayg'uga tushishgan edi. Haqiqatan mana shu islom vahiysi, oxirgi vahiy, mana shu hukmlar, demak vahiylar so'nggisi, undan keyin vahiy kelgani yo'q, bundan keyin ham kelmaydi. Va Alloh subhanahu va taolo sizlarga men vahiyni tugal qilib berdim deyish bilan
vahiyning ne'mat ekanini uqtirar ekan, uni minnat qiladi. Minnat nimani anglatadi? Minnat qadriga yetish kerakligini anglatadi. Hozir siz bilan bizni mana shu harakatimiz ham shu vahiyni o'rganishga qaratilgan bir ojizona harakat. Vahiyni o'rganyapmiz biz. Alloh subhanahu va taoloning vahiylarini o'rganmoqdamiz. Undan keyingi oyatlarda ovchi itning tutgan ovi halol ekani bayon qilinadi. Qarang. Hazrat Navoiy zo'r gap aytgan. Hozir men baytini eslolmayapman, istab topa olmadim ham. Hazrat Navoiy ilmni qadrini aytib kelganda, adashmasam Hayratul Abrordanmi lekin ilmni qadrini aytib kelganda zo'r bir misol keltirganlar. Ilmni ko'rmaysanmi deydi. Bu oyatning hukmini oldin bilib olaylik. Oyatda aytiladiki: "Va ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumulloh." Sizlar Alloh sizlarga bergan ilmdan, ya'ni fahm, farosat, ilmdan itga o'rgatasizlar deyiladi oyat. O'sha o'rgatsanglar, o'sha o'rgatilgan ovchi itning ovi ham halol. O'zi it o'zi uchun tutsa, bitta masalan o'rdakni tutib keldi o'zi uchun. U harom u. Lekin siz ovchi itni, u oddiy itniki harom. Ovchi bo'lmagan itning tutgani harom. Lekin ovchi itning siz buyruq bilan berib qo'yib yorib uni yuborsangiz u os deb, misol uchun, u borib ovni tutib kelsa u halol bo'ladi. Hazrat Navoiy aytadilar-ki, ko'rmaysanmi ilm deydi, harom itning og'zidagini halol qilib qo'ydi deydi. O'zi it o'zi harom u. Ovchi o'zi ham harom. Lekin unga ilm beriluvdi. Mana oyatda tuallimunahunna kelganda ilm kelgan. Ularga ilm o'rgatasizlar itga. Ovlash ilmini o'rgatasizlar u. O'sha o'rgatganinglardan keyin o'sha ovchi itning tutgani halol. Ushbu oyatga Navoiy ishora qiladi. Ilmni fazilatini ko'r, harom itning og'zidagi ovni halol qilib qo'ydi. Ana mana shu hukmni ham biz bilib olamiz. Demak, ovchi itning og'zida tutib kelgan. Agar siz ov uchun yuborgan paytingizda tutib kelsa u halol. O'zi uchun tutgani lekin harom bo'ladi. Undan keyingi oyatda ahli kitoblarga uylanish halolligi keladi. Ya'ni nasroniy va yahudi ayollarga erkak kishi uylanishi mumkin agar o'sha ular e'tiqodida bo'lsa, dahriy bo'lib ketgan bo'lmasa. Shu bilan birga ularning so'yganlari ham halol. Ayniqsa yahudiylarniki halol. Chunki yahudiylar hozirgacha o'sha basmala bilan so'yishga e'tibor beradi, to'ng'iz go'shtini harom deb biladi, shariatni saqlab qolgan. Lekin nasroniylarniki aralashib ketgan. Shayx hazratlari Amerikaga borib kelganda aytgandilar. Ular nasroniy bo'lsa ham so'yishini yemaydigan bo'lib ketibdi, chunki ajratmay qo'yishdi deganlar. Lekin yahudiylarniki halol bo'ladi, chunki ular Alloh nomi bilan so'yadi va ular so'yadi, o'limtik yemaydi. Unaqa tok bilan urib o'ldirib yemaydi. Hozir ham unga qattiq qarashadi. Ahli kitoblar ham, ya'ni nasroniylar ham agar shariatga muvofiq jonliq so'ysa, ularniki ham halol. Lekin majusiylarniki harom, dinsizlarniki harom so'ygani. So'ysa ham harom bo'ladi u. Ularning ayollariga, yahudiy nasroniylarning ayollariga musulmon erkak uylanishi mumkin, lekin musulmon ayol ularga turmushga chiqishi mumkin emas. Hozir nasroniy ahli kitob qolib karisga turmushga chiqyapti. Umuman harom. Xitoyga turmushga chiqyapti. Umuman harom. Nikoh bo'lmaydi. Xotirjam bo'lishaversin, zino bilan yashayotgandek bo'ladi. U nikoh bog'lanmaydi. Shuning uchun ayol qizlarimiz musulmondan boshqaga turmushga chiqishi mumkin emas. Harom. Og'zi karisga tegib oladi, keyin karis bitta bola tuqqandan keyin haydab yuboryapti. Unga bola kerak ekan, xotin kerak emas ekan. Ikkita bola tug'ilgandan keyin to'rga qol deyapti. Videolar tarqadi. Nima desa xo'pliklar, ovqat pishirib bersanglar bo'ldi, va hokazo deb jo'natyapti. U haliga ho'kizdek qizlar ketyapti noz karashma bilan. O'zlaricha baxtli bo'lamiz deb. Endi ularni ham biz malomat qila olmaymiz. Albatta bu ijtimoiy muammo. Bu muammoni shariatda yechimlari bor. Uni biz to'g'ri qabul qila olishimiz kerak faqat. Endi
lekin nikoh masalasida baribir bir nikoh halol bo'lmaydi. Ming qiynalsa ham g'ayri dinga nikohlansa muslima, u nikohi nikoh bo'lmaydi. Bir olim Ali Sobuniyning huzurlariga kirib bir kishi sizlarda adolat yo'q debdi. Nega desa, endi Suriyada nasroniylar ko'p-ku. Sizlar ahli kitobga uylansa bo'ladi, musulmon erkak deysizlar. Lekin nega muslima ayol ahli kitobga turmushga chiqishi harom? Sizlarda nega mumkin emas? Desa u kishi aytibdi. Zo'r gap aytganlar. Bizning musulmonchilikda erkak kishi oila rahbari bo'ladi. O'zi umuman oilada erkak kishi qo'li baland bo'ladi. Hamma jamiyatda ham. Boshqacha bo'lishi mumkin emas o'zi. Bo'lmasa erkak bo'lmaydi u. U kishi aytibdilar. Bizda musulmonlarda musulmon kishi Musa alayhisalomni payg'ambar deb biladi, uni hurmat qiladi. Isa alayhisalomni payg'ambar deb biladi, uni hurmat qiladi. Va unga iymon keltirganlarni ham shuning uchun hurmatini qiladi. Sizlar ham bizni payg'ambarimizni payg'ambar deb tan olinglar, biz ham qizimizni beramiz degan. Biz sizlarni payg'ambaringlarni payg'ambar deb tan olamiz. Shuning uchun sizlarning qizinglarni olaveramiz. Sizlar ham bizni payg'ambarimizni payg'ambar deb tan olinglar, biz ham qizimizni beramiz deganlar. O'sha bilan mot bo'lgan. Nega desa, chunki musulmon kishi Musa alayhisalomni payg'ambar deb, Isa alayhisalomni payg'ambar deb bilgan kishi bu musulmon ummati samoviy dinlarning merosxo'ri. Merosxo'ri. Shuning uchun hamma din ahliga bag'rikenglik qila oladi, lekin boshqasi qila olmaydi. Muslima ayol dindan ajraydi, diyonatdan ajraydi va farzandlar asosiysi otaga nisbat beriladi. To'g'rimi? Musulmonga nisbat berilishi kerak. Mana kechagi kuni bittasi so'radi, savol keldi menga. Bir ayol nasroniy erkakka turmushga chiqqan ekan, o'zi musulmon ekan deyapti. Bola o'lib qoldi. Endi u musulmonning bolasi hisoblanadimi yoki nasroniyning bolasimi? Ona aytayapti-ki, men musulmonman, musulmon qabristonga qo'yaylik deyapti-kan, ota lekin nasroniy. Ana muammo. Shuning uchun islom shariatida erkak oila rahbari bo'ladi. U oila rahbari bo'lgani uchun boshqa din vakillari ahli kitobga uylansa, u birinchidan e'tiqodi bor, o'zga din ahliga bag'rikengligi bor, uni payg'ambariga iymoni, hurmati bor. Ikkinchidan u demak farzandlar unga nisbat berilgani uchun musulmon jamiyatida iztirob kelib chiqmaydi. Lekin musulmondan ahli kitob muslima va ahli kitobdan boshqaga uylanishi erkak musulmon erkakka ham mumkin emas. Karisga, balobatlarga uylanib bo'lmaydi. Musulmon muslimaga uylanadi yoki ahli kitobga uylana oladi. Lekin dahriyga uylanishi mumkin emas. Nikoh bo'lmaydi. Boshqa karis-paris, muddalarga ham uylana olmaydi. Unda ham oila bo'lmaydi. Ya'ni nikoh bog'lanmaydi. Mana bu narsalarni biz bilib qo'yishimiz kerak. Dindan tamomiy uzoqlashganimizdan hozir odam bo'lsa ketaveryapti. Odamni bo'ldi yashab ketaveraman deyapti. Borib erkak bilan erkak nikohlanyapti-ku, o'sha ham o'tirib musulmonman deyapti. Musulmonmiz desa musulmonman deydi. Yana o'zini ayol qilib olgan. Kimgadir turmushga chiqmoqchi. Erkak emas u, endi oldin erkak bo'lgan ekan, tug'ilgan paytda. Keyin umuman aynib ketgan u odam emas, odamgarchiligi ham qolmagan. Undan keyingi oyatlarda tahorat masalasi keladi. Iymon keltirganlar, qachon namozga tursanglar tahorat qilinglar. Tahoratda farzlari aytib keladi. Yuzni yuvish, tirsak, bilakni yuvish, boshqa mas tortish, oyoqni yuvish keladi. Undan keyin mana shu oyatning o'zida tayammum haqida gap ketadi. Tayammum. Ya'ni suvga imkoniyat bo'lmagan paytda, suvga ojiz bo'lgan paytda, suv ishlatish mumkin emas bo'lgan paytlarda tayammum qilsa joiz. Bu haqda ham oyatlar nozil bo'ladi. Mana bu oyat safarda nozil bo'lgan. Imom Buxoriy rivoyat qiladilar Oysha roziyallohu anhodan. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga safarga chiqqan edik. Baydoga yoki Zotul Jayshga kelganimizda meni bir marjonim uzilib
tushib uzilib yo'qolib qoldi. U Marjonni opalarining marjonini olgan ekanlar, qarang. Yosh qizda o'zlarida yo'q o'sha ham. Taqis kelib, "Opa, men munchog'ingizni bersangiz men taqsam" deb taqib olgan ekanlar. Yo'qotib qo'yibdilar, uzilib ketib. Keyin qo'zg'alamiz degan paytda Oysha roziyallohu anha munchog'im deb yig'lagan. Desa, keyin Rasul akram alayhissalom bo'lmasam o'sha munchog'ini topaylik deb qidirishsa, qidirib ushalib qolishgan. U suv yo'q joy ekan. Suv yo'q joy. Odatda suv bor joyga yetib olib, tahorat g'usullarini qilib, keyin namoz o'qish kerak edi. Oysha roziyallohu anhoning haligi munchoqlarini qidirishib, odamlar qolib ketdi. Rasul akram alayhissalatu vassalom topinglar degandan keyin gap sig'maydi, endi hamma istayapti. Abu Bakr roziyallohu anhu kelib Oysha roziyallohu anhu aytadilar, biqinimga qattiq urib, "Ey odam bo'lmay o'l. Seni deb shuncha odam mana sarson bo'lyapti, bitta munchoqingni" deb. Odamlarda suv yo'q bo'lsa, hozir tahorat qilay desa, namoz o'qiyman desa, namoz vaqti kelyapti deb juda qattiq tegdilar deydi. Endi buyruq amr bajarilishi kerak, baribir kech qolib iloji yo'q, suvsiz joyda qolib qolindi. Shunda tayammum haqidagi oyat nozil bo'ldi. Ey musulmonlar, agar sizlar suv topa olmasanglar, tayammum qilinglar. Qiyomatgacha yetadigan yengillik, qiyomatgacha bo'ladigan islom ummatiga yengillik oyatlari nozil bo'ldi. Keyin shunda Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhu ajoyib gap aytganlar. Ey Abu Bakr oilasi, bu sizlarning birinchi barakanglar emas deganlar. Oysha roziyallohu anhoning o'sha erkatoyligi bilan tug'ilgan, yuzaga kelgan noqulaylik ham islom ummati uchun bir yengillik, tayammum hukmi joriy bo'lishiga sabab bo'lgan ekan. Keyin qidirib o'rinlardan tursalar, joyining tagida bo'lgan u munchoq. O hikmat bo'lgan. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu." Sizlarni birov bir qavmni yomon ko'rishinglar adolatsizlikka olib kelmasin. Qarang. Bir qavmni kimlarnidir yomon ko'rishinglar adolatsizlikka olib kelmasin. Islomning go'zalligini qarang. Islomda adolat birinchi o'rinda turadi. U kim dushmanmi, do'stmi farqi yo'q. Shuning uchun Rasululloh akram alayhisolatu vassalom dushmanlarning ham yaxshi ishini qabul qilganlar, yaxshi deganlar. Yaxshimi yaxshi. Do'st yonlaridagi odamning ham yomon ishini yomon deganlar. Jahiliyat paytida bitta shior bor edi. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Akangga, ukangga, qabiladoshingga u zulm qilayotgan bo'lsa ham, zulmga uchragan bo'lsa ham yordam beraver degan shior bor edi. Buni ular chin ma'noda aytishgan, mana shu ma'noda, chin ma'noda. Seni akangmi, ukangmi, qarindoshingmi, tanishingmi? U zolim bo'lsa ham shu tomonda tur. Mazlum bo'lsa erta qachon o'sha tomonda turasan. Zolim bo'lsa ham o'shini oldida tur. O'shining tarafini ol degan shior bor edi. Shuning uchun ular mana shu shior bilan qabila urushib yurishardi yillar. Bir kun Rasul akram alayhisolatu vassalom adolat haqida hammaga ta'lim berib yurib Makkada. Keyin musulmonlarga bir kuni arablarda bu maqol bor edi. Lekin bu zolimona maqol deb bilishardi. Noto'g'ri, nohaqlik deb bilishardi musulmonlar. Arablar emas, musulmonlar islom ta'limotlaridan keyin buni nohaq deb tushunib, nohaq deb anglab yetishgan edi. Bir kuni Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytdilarki: "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Xuddi o'sha gapni qaytardilar. Birodaring zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham yordam ber. Bu jahiliyat shiori edi-ku endi. Ya Rasululloh, mazlumga yordam berishimiz tushunarli. Zolimga qanday yordam beramiz deyishdi. Shunda Rasululloh akram alayhisalom uning qo'lidan tutasan deganlar. Nabaviy hikmatni qarang, o'sha shiorni o'zini olib shundoq o'girib qo'yganlar yaxshilikka. Zolimga yordaming shuki, uni qo'ldan ushlaysan. Shu unga yordaming bo'ladi. Islom mana shunday, adolat islomda birinchi o'rinda turadi. Birovni yomon ko'rsangiz ham yaxshi gap aytsa yaxshi deng.
aybini qidirmang. Shunaqa odamlar bor. Birov bilan orasi chatoq bo'lib qolsa, ketdi, boshlaydi. Ursa o'poq tursa so'poqmi? Nima qilsa ham yoqtirmaydi. Yaxshi ishni ham yomonlik ko'mgisi keladi. Yomonni oshirib, yaxshisini yashirib, ayniqsa oilaviy mojarolarda shunaqa bo'ladi. Oilaviy mojarolarda ham mana shu oyatga zid. Qaynona kelinni bitta ishni yomon ko'rib qo'ygan, ketdi. Nima qilsa ham uni haligi aybini aytaveradi, orani buzaveradi yoki aksincha, kelin qaynonani yomon ko'rib olgan. Ketdi, borib shikoyat qilaveradi, eriga g'ijing haligi visir qilaveradi va hokazo. Birovni yomon ko'rishing adolatsizlikka olib kelmasin. Oqni oq, qorani qora de. Mana bu musulmonchilik bo'ladi. Undan keyingi oyatlarda biz endi hamma oyatlarga to'xtasak hozir ko'p vaqt ketib qoladi. Undan keyingi oyatlarda Musa alayhisalomning o'z qavmiga qilgan buyruqlari keladi. Musa alayhisalom qavmiga aytgan. Ular Firavundan qutulishdi. Endi sarson bo'lib yurishibdi, Sino tog'larida yurishibdi. Shunda Falastinga keringlar degan. Falastinga boramiz, u joyda Falastin kofirlar qo'lida edi. Biz ulardan tortib olamiz. Desa, qavm unamagan. Inna lan nadkhulha. Bu yerdagilarni chiqarib yubor, keyin kiramiz deyishgan. Urushga yurak yo'q. Ular chiqsa keyin kiramiz. Yo biz borib chiqaramizda ularni desa, bo'lmasam o'zing Robbing bilan borib jang qilgin degan. Shunda ularga keyin 40 yil sarson sargardonlik bitilgan. 40 yil shu tih deydi. O'sha tog' sahroda, tog' bag'rida aylanib 40 yil vatansiz yashashgan. Yusha ibn Nuh degan Musa alayhisalomning shogirdi bor edi. Musa alayhisalom vafot etib ketib, keyin Yusha bilan birga keyin Falastinga kirishgan ular. Shu yerda bitta zo'r hikmatni aytishadi. Tarixchilarning ajoyib hikmati. Musa alayhisalomning qavmi Banu Isroil Firavunning qo'lida qul bo'lib ishlab, o'shani zulmini ko'rib, o'sha bilan suvayga qotgan odamlar edi. Ular hadisa Musa alayhisalom bilan haligi tortishavergan-ku. Nega desa, zulm tabiatni buzar ekan. Keyin ular Falastinga kira olmadi. Kirgan o'zlari ham unamadi, Falastin ularga nasib ham qilmadi. Nega desa, nega 40 yildan keyin kirdi u? Bani Isroil nega 40 yildan keyin ular Falastinga ega bo'ldi desa, bir avlod tozalangan ekan. Yusha bilan Falastinga kirgan avlod ular Musa alayhisalom tarbiya qilgan avlodlar bo'lgan. Musa alayhisalom payg'ambar bo'lib kelgan paytda u kishidan oldin suvayga qotgan odamlar bor edi. Ular bilan ish bitmagan. Lekin yangi avlod tarbiya qilindi, ular bilan fath bo'ldi deyiladi. Shuning uchun yosh avlodni yaxshi tarbiya qilinsa juda katta yutuqqa erishiladi. Yosh kattalar tabarruk, duogo'y bo'ladilar, lekin yosh avlodni ko'proq kelajakka demak umid baxsh qilib tarbiyalash kerak. Undan keyingi oyatlarda eng mashhur hikoya Odam alayhisalomning ikki o'g'li o'rtasidagi hikoya keladi. Qur'onda odatga ko'ra ularning nomi yo'q, lekin ko'p kitoblarda ular Hobil bilan Qobil deb nomlangan yigitlar hisoblangan. Odam alayhisalomning ikki o'g'li, ularning hikoyasi keladi. Menimcha bu hikoyani hamma eshitgan. Ular egiz tug'iladi. Odam alayhisalomning farzandlari bir o'g'il, bir qiz tug'ilgan hammasi. Endi ular egizini almashtirib nikohlanishgan. Hobilning xotini Xunik, Hobilning egizi Xunik, Qobilning egizi chiroyli edi. Bu ham sinov boshlanyapti. O'sha Odam alayhisalom paytidan sinov boshlanyapti. Qobilning egizi chiroyli qizdi, dono, aqllik. Hobilning egizi esa unaqa fazilatli emas edi. Shariat hukmiga ko'ra ular almashish kerak. Hobil Qobilning egiziga uylanish kerak, Qobil Hobilning egiziga uylanish kerak. Qobilga shayton vasvasa qildi. Menga qara, sen bilan tug'ilgani, sen haqli emasmisan unga uylanishga. Nimaga u Hobil uylanadi unga?
deb vasvasa qildi. Qobil solih yigit edi, Qobil esa noqobil edi. Mana shu vasvasadan Qobilning demak nafsi g'olib kelib, Qobil bilan tortishdi. Shunda Odam alayhissalom aytdiki, bo'lmasam bundoq gap bundoq. Ikkalanglar ham qurbonlik qilasizlar. Alloh kimning qurbonligini qabul qilsa, o'shanga o'sha Qobilning sinasini beramiz dedilar. Qobilning sinasini beramiz. O'sha talashlayapti-ku endi. Qobil talashayotgani yo'q, lekin shariatning hukmiga ko'ra u uylanishi kerak. Bu tadbir bilan Odam alayhissalom payg'ambarona hikmatni qo'llaganlar. Qobil o'zining molidan yaroqsizini Allohga atadi. Qobil esa o'zining molidan eng yaxshisini Allohga atadi. Mana shu joyda ularning taqvosi ko'rindi. Qobilning qurbonligi qabul bo'ldi, Qobilniki qabul bo'lmadi. Qobil endi dushmanlikka turdi. Qobilni o'ldiraman dedi. Shunda Qobilning ajoyib gapini Qur'oni Karim zikr qiladi. Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Alloh taqvodorlardangina qabul qiladi. Amalni Alloh taqvodorlardan qabul qiladi. Nima degani? Ixlos bilan qilingan amalni Alloh qabul qiladi. Qilsa bo'ldi emas. Alloh qalb bilan hisob kitob qiladi. Qalbdan, chin yurakdan qilingan ishni, ixlos bilan shariatga muvofiq qilingan ishni Alloh qabul qiladi. O'zi qizg'onchilik qilib, qo'lini uchida qilganida ixlosi yo'q edi, qabul bo'lmadi. Qobil esa fidokorlik bilan amal qildi, uniki qabul bo'ldi. Undan keyin Qobilni o'ldiradi-yu, lekin nima qilishni bilmaydi. Shunda qarg'a kelib, yerni kavlab, o'zi urushib o'ldirgan qarg'ani ko'madi. O'shandan insonni yerga ko'mishni o'rganadi. Undan keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo ajoyib bir shiorni siz bilan bizga bayon qiladi. Annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. Kim nohaq yer yuzida fasod qilmasa ham, qasos bo'lmasa ham, nohaqdan bir jonni o'ldirsa, u butun bashariyatni o'ldiribdi. Kim bir jonga hayot bersa, ya'ni uning hayotini saqlab qolsa, u butun bashariyatga hayot beribdi. Mana bu islomning shiori hisoblanadi. Undan keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomga xitob qiladiki, la yahzunkallazina yusari'una fil kufr. Odamlarning kufr tomon shoshib pishib harakat qilishi sizni mahzun qilmasin. Insonlarning sinovi tabiati mana shunaqa bo'ladi. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo oldingi ahli kitoblar Allohning kalomini o'zgartirgani va bu sababli ular yo'ldan ozgani haqida oyatlarni bayon qiladi va Qur'oni Karim avvalgi kitoblarni tasdiqlash bilan birga ulardagi ba'zi bir o'zgartirishlarni tuzatish uchun nozil qilinganini, ochiqlash uchun nozil qilinganini bayon qiladi. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ey iymon keltirganlar, sizlardan kim dindan qaytsa, Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bir qavmni keltiradi. Ular ham Allohni yaxshi ko'radi. Ular mu'minlarga hokisor, kufr ahliga esa izzatda turadigan insonlar bo'ladi. Ular Allohning yo'lida jiddiy jahd qiladigan va malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan kishilar bo'ladi. Mana bu Allohning fazlidir" deyiladi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga xitob qilib aytadiki: "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min robbik." Ey payg'ambar, senga nozil qilingan hukmlarni yetkaz. Agar yetkazmasang, unda Allohning risolatini yetkazmagan bo'lasan. Odamlardan qo'rqma, biz o'zimiz seni himoya qilib olamiz deb Alloh subhanahu va taolo Rasul akram alayhisolatu vassalomning jismonan ham himoyada ekanlarini bayon qilgan. Shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom tansoqchilarga ham javob berib o'rgan ekanlar, ketaveringlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi himoyasida oladigan bo'ldi deganlar. Keyingi oyatlarda masihiylarning Iso Allohni 3 ta deganlari xato ekani, hatto Iso alayhisalom ham Alloh yagona deb
yagona Allohga da'vat qilib o'tganini bayon qilinadi. Undan keyin musulmonlarga xitob bo'lgan oyatlar keladi. Endi hamma oyatlarga to'xtalmaymiz, vaqtimiz sig'dirmaydi. Sahobalardan 3 kishi Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning ahli oilalariga kelib so'rashdi. Rasulullohning ibodatlari haqida so'rashdi. Keyin qarab turib, o'rganishib turib, endi Rasululloh akram alayhisalom avvalgi oxirgi gunohlar kechirilgan zot, bizga lekin bu kam. Nima qilamiz? Qaranglar, mana nasroniylarda ajoyib bir tarki dunyochilik, Xudo uchun fidokorliklar bor, zohidligi bor ularni. Zohidlik emas, tarki dunyochilik bor. Deyishdida, biz shunga o'xshash bir ish qilaylik. Bir narsadan kechaylik. O'zimizga halol bo'lgan narsalardan ba'zi birlarini o'zimizga man qilaylik. Nima qilamiz? Men go'sht yemayman. Men uylanmayman. Men kechasi uxlamayman. Men faqat roza tutaman. Qilib 3-4 ta sahoba mana shunaqa ahd qildi. Bu gap Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga yetganda, u zot alayhisalom keyin xutba qilganlar, nihoyatda shiddat bilan. Shunda ushbu oyat nozil bo'lgan. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallohu lakum va la ta'tadu. Ey iymon keltirganlar, sizlar Alloh halol qilgan narsani harom qilmanglar o'zingizlardan o'zingizlar. Haddan oshmanglar. Alloh haddan oshganlarni yomon ko'radi, yaxshi ko'rmaydi degan oyatlar nozil bo'lgan. Keyingi oyatlarda aroq, mast qiluvchi ichimliklar harom qilingani bayon qilinadi. Va sabablardan ba'zi biri zikr qilinadi. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maysiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah. Alloh qimor va xamr orqali sizlarni Allohning yo'lidan to'sishni istaydi va oralaringizga adovat solishni istaydi. Endi to'xtarsizlar oyati nozil bo'ldi. Hazrat Umar roziyallohu anhu qalbiga Alloh ilhom qilgan zotlardan edi. Aroq va xamr haqida oldingi oyatlar nozil bo'lganda, ya Alloh bizga hal qiluvchi hukmni nozil qilgin deb harom bo'lishini istaverganlar. Mana shu oyat nozil bo'lganda Allohu akbar deb takbir aytib, alhamdulillah, mana haromligi ochiq oydin oyat bilan bayon qilindi. Fahal antum muntahun, endi to'xtarsizlar deyapti Alloh. To'xtadik ya Rob deganlar. Harom qilingan, ya'ni mast qiluvchi ichimliklar arablar, jahiliyat arablarining eng sevimli turmush tarziga aylangan edi. Ular bu so'z hayotni tasavvur qilisha olmasdi. Qur'on darajama-daraja ularni xamirdan, qimordan uzoqlashtirib, oxiri uni harom qilgan. Mana bu hikmat hisoblanadi. Da'vatdagi hikmat mana shunaqa. Ya'ni insonlar amal qilish kerak. Ayting qo'yding emas. Insonlar amal qiladigan narsani aytish kerak. Amal qilsa undan keyingisini aytish kerak. Mana shunda demak to'g'ri, demak amalga oshirilgan bo'ladi. Keyingi oyatlarda hajda ov qilish masalalari keladi. Endi bu masalalar odatiy kundalik hayotimizda yo'q, bunga to'xtalib o'tirmaymiz. Undan keyingi mana so'nggi oyatlarda Iso alayhissalom bilan o'sha Moida qissasi keladi. Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga u kishini o'zi alohida, o'ziga xos suratda yaratib payg'ambar qildi. Tug'ilishidan payg'ambar bo'lgan u kishi. Tug'ilishidan payg'ambar bo'lib tug'ilgan. Chunki tug'ilgandayoq gapirgan. Inni Abdulloh ataniyal kitob. Yo'rgayda turgan paytda aytgan gapi. Men Allohning bandasiman, menga Alloh kitobni berdi degan. Va ja'alani nabiyyan, meni payg'ambar qildi degan. Yo'rgayda turib o'zini payg'ambarligini aytgan. Iso alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo: "Ey Iso ibn Maryam, senga biz bergan, onangga bergan ne'matlarimizni esla" dedi. Seni Alloh Ruhul Qudus Jabroil bilan qo'llab-quvvatlagan edi. Seni yo'rgakdaligingda ham qo'llab-quvvatlagan edi, navqironligingda ham qo'llab-quvvatlagan edi. Senga men hikmatni, kitobni, Tavrot va Injilni o'rgatdim. Sen mening iznim bilan loydan qushni puf deb qush yasab puf desang qush bo'lib uchadigan bo'ldi. Mening iznim bilan.
Mening iznim bilan ko'rning ko'zini ochding, pesni mahvni davolading. Mening iznim bilan o'likni ham tiriltirding. Men Bani Isroilning yomonliklaridan seni himoya qildim, o'zimga ko'tardim. Deb Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga o'zining ne'matini qiyomat kuni eslatar ekan. Oyatda, undan keyingi oyatlarda Iso alayhissalomning hayotlarida sodir bo'lgan o'sha Moida qissasi keladi. Biz deydi Alloh subhanahu va taolo: "Va iz awhaytu ila al-hawariyyin an aminu bi va bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun." Biz havoriylarga vahiy qildikki, menga va payg'ambarimga iymon keltiringlar deb vahiy qildik. Ular biz iymon keltirdik, biz musulmonlardan, biz o'zing guvoh bo'l deydi. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Havoriylar: ey Iso ibn Maryam, Robbing bizga osmondan tuzalgan dasturxon Moida tushira oladimi deydi. Iso alayhissalom: agar mu'min bo'lsanglar Allohdan qo'rqinglar, buni so'rashdan dedilar. Bu qanday bo'lgan? Iso alayhissalomning dinida ham 30 kun roza bo'lgan. Mana shu Ramazon ro'zasi, bir oy roza bo'lgan. Iso alayhissalom havoriylarga ro'zani buyursalar, roza tutishibdi. Keyin bir oy roza tutib, oxirlab qo'yanda: ey Iso, biz mana Allohning buyrug'ini qildik, roza tutdik. Endi bizning ro'zamiz qabul bo'lganiga ishora sifatida bizga iftorlikka osmondan dasturxon tushsaydi, tuzalgan dasturxon. Mana shuni so'rashgan. Iso alayhissalomdan mo'jizani ko'ra olib, ancha-muncha mo'jiza ham ularga oddiy bo'lib qo'ygan-ku. Endi osmondan dasturxon tushsin deyapti. Osmondan dasturxon tushirsin Alloh. Biz bu bilan ro'zamiz qabul bo'lganiga ishora deb bilamiz buni deydi. Shunda Iso alayhissalom bu savolni nihoyatda bir qo'pol savol deb bildilarda: Allohdan qo'rqinglar. Menga iymon keltirganmisizlar? Iymon keltirgan bo'lsanglar, axir sizlar dedilar. Bu savolni berayotganlar u g'ayri dinlar bo'lmagan, havoriylar. Ya'ni atroflardagi shogirdlar buni so'rashgan. Shunda ular aytishdiki: ey Iso, biz ishonchsizlikdan emas bu. Biz so'rayotganimiz ishonchsizlikdan emas. Qalu nuridu an na'kula minha. Biz Allohning ana shunaqa mo'jizaviy dasturxonidan yegimiz kelyapti-da. Va tatma'inna qulubuna. Qalbimiz yana ham xotirjam bo'lsa edi. Va na'lamu an qad sadaqtana. Sen bizga to'g'ri aytganingga yana ham ishonchimiz ortsa edi. Va nakuna alayha minash shahidin. Keyin biz bu mo'jizaga guvoh bo'lib qolsak edi. Mana shularni biz istab aytyapmiz deydi havoriylar. Shunda Iso alayhissalom duo qildi. Allohumma robbana anzil alayna ma'idatan minas sama. Allohim bizga osmondan bizga dasturxon, tuzalgan dasturxon nozil qilgin. Takunu lana aidan li awwalina va akhirina va ayatan mink. Bu dasturxon bizga avvalgi va oxirgilarimizga bir id bo'lsin, hayit bo'lsin. Va bu sendan bizga bir oyat, hujjat, mo'jiza bo'lib qolsin. Bizni rizqlantirgan, albatta sen eng yaxshi rizq beruvchi zotsan deb duo qildilar. Duo qabul bo'ldi. Alloh aytdiki: "Qalallohu inni munazziluha alaykum." Men o'sha dasturxonni sizlarga tushiraman. Lekin faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadan minal alamin. Endi lekin u dasturxonni tushirganimdan keyin kim kufr keltirsa, endi uni hech bir olamlarda birovni azoblamagan azob bilan uni azoblayman deb Alloh subhanahu va taolo o'zining buyrug'ini nozil qildi. Dasturxon tushgan ekan, rivoyatlarda keladi. Tuzalgan dasturxon bo'lgan, unda anvoy ne'matlar bo'lgan, baliq bo'lgan, yana go'sht, anvoy ne'mat, meva-chevalar hamma yo'q bo'lgan, undan ular yeyishgan. Havoriylar rivoyatlarda aytilishicha, ba'zan 1300 ta odam, ba'zan 3000 ta odam shu dasturxondan yegan, guvoh bo'lgan deydi. Keyin dasturxon yana qaytib ko'tarilib chiqib ketgan. Bu qissa Qur'oni Karimda bayon qilingani, bu oldingi suralarda ham o'rgandik, Banu Isroilga xitob bo'lyapti.
ularning nasroniylarning Iso alayhissalomga bo'lgan iymoni bor. Ular mana shu ma'lumotlarni ular bilishardi o'zlarining kitoblaridan. Muhammad alayhisolatu vassalom kitob o'qimasdan ularga buni aytayaptilar va ularda o'zgartirilgani bo'lsa Qur'onda eng to'g'risi berilyapti. Mantiqan ham, voqelikka ham to'g'ri keladigan. Bu ularni iymonga chaqirishga ham xitob edi. Moida nozil bo'ldi. Ular undan yeyishdi va qaytib ko'tarilib ketgan Moida. Bu ham Iso alayhissalomning mo'jizalaridan sanaladi. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga aytar ekan, keyingi oyatlarda shuni aytiladi. Ey Iso, sen odamlarga onam va meni Allohdan o'zga iloh qilib tutinglar deb aytganmiding deydi. Shunda Iso alayhissalom aytadi: "Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Ey Alloh, haqqim bo'lmagan gapni aytishim mumkin emas. Agar aytsam, aytganimda sen uni bilgan bo'larding. Aytmaganman, o'zing bilasan. Men ularning orasida ekanimda men ularning orasida ekanimda ularni men o'zim nazorat qilgan edim, lekin meni huzuringga ko'targaningdan keyin ularga sen o'zing kuzatuvchi bo'lding. Endi ya Alloh, agar ularni azoblasang, o'zingning bandalaring, mag'firat qilsang, aziz va hakimsan deb iltijo qilar ekanlar. Iso alayhissalom, ya'ni qiyomat kunida o'zlarini ilohlashtirganlardan qo'llarini yuvadilar. Bu nasroniylarga juda katta xitobki, sizlar Isoni o'zingizlarcha ulug'lab yuribsizlar, lekin Iso alayhissalom sizlarga o'zga ibodat qilishni buyurmagan edi aslan. Dar haqiqat shundoq bo'lgan. Iso alayhissalomning dini tavhid dini bo'lgan. Injilning ba'zi bir nusxalari topilgan va hozirgi nusxalarda ham tavhidga ishoralar bor. Hozirgi nusxalarida ham. Faqat endi ba'zi bir chalkashliklar kelib chiqqan deyiladi. U o'sha Suryoniy tilida u Injilning haqiqiy Iso alayhissalomning tilidagi nusxasi yo'q. Hozir hammasi tarjima. Haqiqiy nusxa yo'q. Lekin avvalgi tilda deyiladi, ota so'zi. Robga ham ishlagan ekan ba'zida deyiladi. Mana shunaqa ehtimollar ham aytiladi. O'shandan chalkashlik kelib chiqqan ham deyiladi. Iso alayhissalom ko'tarilgandan keyin xullas u kishining ergashuvchilari ahli tavhid bo'lgan, lekin vaqt o'tish bilan o'zgarib ketgan. Oyatlar, suraning oxirgi oyatlarida Alloh subhanahu va taolo aytadi, qiyomat kuni Alloh shundoq derkan: "Hada yawmu yanfa'us sodiqina sidquhum." Bugun rostgo'y to'g'ri insonlarga to'g'riligi, rostgo'yligi foyda beradigan kun. Ana ularga jannat bor, ular u joyda abadiy qoladilar deyiladi. Va so'nggi oyat: "Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qodir." Yer va osmonning hamma mulki egadorligi Allohniki, Allohga xos. Alloh har bir ishga qodirdir deyiladi oyat karima suraning oxirgi so'nggi oyatida. Mana shu bilan muhtaram azizlar, 120 oyat Moida surasi bilan qisqacha tanishib o'tgan bo'ldik. Inshaalloh kechki payt bu oyatlarni tilovatiga ham somiya bo'lamiz va inshaalloh ertaga An'om surasini o'rganamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'zi foydali ilm bersin. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. الله o'zing hammalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. Ummatan xalqimizni tavfiq va hidoyatda barqaror ayla. Bu suhbatlarimizni hammamiz uchun manfaatli va samarali bo'lishini nasib ayla. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.